hozir eronliklar hujumda ehtiyot bo'lish kerak, o'yinchilarimiz yaxshi qoida buzmasdan to'pni qaytardik. Leklarimizni bir muddat o'sha ishlarni doim sarhisob qilib boradi. Hozir eronliklarda yana bir imkoniyat, ular birga bir kirib borib ikkinchi golni urishyapti. Mana bu o'yinchini demak Mirkomilbek hozir yaxshi vaziyat, zarba yo'q ekan do'stlar. Kim bor? Mixlaydigan va gol! Mana e'tibor bering. Hujumga bordik. 1 daqiqada 2 gol uramizmi? Uramizmi? Pas. Zarba, gol! Yigitlar, bo'larkan-ku. Juda yaxshi. Pas va gol! Bu g'alaba goli, dublini. Golmi? Yana pas. Penalti. Otabekov gol ura olmadi, lekin gol urdi. Darvozabondan qaytgan to'pni u darvozaga tushirib, hisobni 4-2 ga yetkazdi.